Gapiring. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, men mana 11 yildan beri uy-joy masalasida yurib, bir necha marta tazyiqlarga, tuhmatlarga va Alloh bergan jonimizga qasd qilishgacha bordi. Hamma prokuraturaga, Oliy sudga qonun bilan qo'riqlanadigan huquqlarimni himoya qilish borasida Oliy sudga, prokuraturaga necha marotaba kelishimga qaramasdan mana hozir Oliy sudga kelganman. Abid bo'lmay turib, kelib turib, sovuqda ko'chada o'tirib, yana ichkariga kirsam, mendan keyin kelgan odamlarni qabul qilib, e'tiborsiz kim ko'ziga yaxshi ko'rinsa, o'shalarni qabul qilyapti. Oliy sudda Islomov umuman qabuliga kirgizgan yo'q. Mana menga varaqa necha marta 2018 dan beri kelyapman. Varaqa qo'limda yo'q. Hech narsani to'ldirmaydi bular. Mana shu agar haqiqatli bo'lib turib qonun bilan ishlasa, bunday holat bo'lmaydi. Mana prezident huzuridagi PDX arza berganman mana. Oliy sudga 4-5 marta yo'naltirdi. Umuman yo'naltirilgan murojaat yo'q даже. Mana prezident huzuridagi Davlat xavfsizlik xizmati mening hujjat ishimni 3 oy ko'rib, opa bu yerga jinoyat holati bo'lgan, qonun holati buzilgan deb Oliy sudga yo'naltirdi-yu, lekin natija yo'q. Oliy sudda umuman sudyalar insonlarning chiroyiga, qistasiga qarab murojaatchini qabul qilyapti va ishini hal qilyapti. Menda na pulim bor, o'sha uchun ham mana ko'chada 11 yildan beri ko'chada yuribman. Hurmatli prezident, e'tiboringizni faqat Oliy sudga qaratib, insonlarni sizni orqangizdan ko'kragiga bir oftob tiyapti degan umidda sizga murojaatimni qoldiryapman. Oliy sudda hamma sudyasi umuman ishlagani yo'q. Men mana 2018 dan buyog'i mana shunday ko'chadaman. Sizdan meni o'zingiz qabul qilib, qonun bilan qo'riqlanadigan huquqimni himoya qilishingizni va fuqarongizni mansabdorlarning noqonuniy ishi yuzasidan oyoq osti bo'lib turib, ayollik sha'nimga, qadr-qimmatimga achilayotgan bitta siz deb bilaman va sizdan iltimos qilaman qabulingizga kiritishingizni. Qarab o'tib bora turg'un. Bo'ldingizmi?